Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan meni foydali kun kanali. Xullas do'stlar, bugun sizlarga OneWin orqali bitta ajoyib dice o'yiniga taktikani ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Xullas do'stlar, agarda kimdir OneWin o'ynasa, diqqat bilan videoni ko'ringlar. Juda ham bir ajoyib va zo'r foyda qilsa bo'ladigan taktika. Keyin ham do'stlar, agarda bunaqa videolar kimgadir yoqmasa, kommentariyada aytib o'tishingiz shart emas. Shundagina videoni to'xtatib chiqib ketishingiz mumkin do'stlar. Xullas, bu video ko'pchilik obunachilarimiz so'raganlar uchun chiqaryapman. Xullas do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bizani yangi chiqadigan videolarimizni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, bizlar OneWin ilovasiga ham kirib oldik. Hozirda bizning balansimizda 11250 rubl pulimiz bor va bu yerdan o'yinlar bo'limiga kirishimiz uchun mana bu yerdagi o'yinlar bo'limiga kiramiz va bu yerdan dice o'yini, mana shu o'yin bo'ladi, shunga kirib olamiz. AdinXBet, LineBet va MailBetda $350 bonus olishni xohlaysizmi? Ro'yxatdan o'tish paytida bonus holatini AdinX Games kazinoga qo'ying va Boss 26 promokodini kiriting. Telegram kanalimiz orqali esa dasturlarning so'nggi versiyalarini yuklab olishingiz mumkin. Xo'p, mana do'stlar, bizlar dice o'yiniga ham kirib oldik. Endi mana bu yerda koeffitsient bor. Mana shu koeffitsiyentni bizlar 8 koeffitsient qilamiz mana shuni va 1 marta 5 rubl bilan yutqizamiz. Endi qaranglar, bir hisobga olinadi. Bizlar mana shu yerda 5 marta yutqazib berishimiz kerak do'stlar. Roll under knopkasi orqali, ya'ni chap tomondagi knopka. 2 3 4 5 bo'ldi. 5 marta yutqizganingizdan keyin har kim o'z balansidan bog'liq do'stlar. Men 50 rubl bilan boshlayman. Xullas, boshladik. 1, ikkinchiga 100 rubl. Uchinchiga 200 rubl qilamiz. To'rtinchiga 400 rubl. Ajoyib, ko'rdingizlarmi? 400 rubl pulimizni 3000 rubldan ham ko'proq qilib qaytarib oldik. Ajoyib taktika. Xullas, xuddi mana shunday qilib o'ynab borsangizlar bo'ladi do'stlar. Endi yana diqqat bilan qaranglar. Mana buni bu tomonga o'zgartiramiz. Xo'sh, hozir. Xo'sh. Hozir mana bu yerdan ekan 9 koeffitsient qilamiz. Endi o'ng tomonda xuddi mana shu taktikani sinab ko'ramiz. Bir marta bosamiz o'ng tomonni. Bo'ldi. Endi mana shu 5 rubllik minimalka bilan do'stlar, bizlar mana shu yerda ham 5 marta yutqazishimizni kutamiz. 1, ikkinchida yutuq berdi. Bu hisobga olinmaydi albatta. Endi qaytadan chap tomonga o'tamiz. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. Ya'ni 50 rubldan davom qilaman. Boshladik. Ajoyib, 50 rubl pulimizni 449 rubl qilib qaytarib oldik. Taktika do'stlar juda ham ajoyib, faqatgina mana shu aytilgan qoidalarga rioya qilsangizlar juda ham zo'r va ajoyib taktika do'stlar. Xullas, yana 5 rubllik minimalka qilamiz. Endi o'ng tomonga o'tishimiz kerak bo'ladi. Xullas, boshladik. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. 50 rubldan boshlaymiz yana. 1, 100 rubl qilamiz endi. Ajoyib 100 rubl pulimizni do'stlar 800 rubldan ham ko'proq qilib oldik. Ko'rdingizlarmi? Juda ham ajoyib. Yana 5 rubldan sinab ko'ramiz. Endi yana aytib o'tilgandek mana shu chap tomondan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 bo'ldi. 50 rubldan bosamiz yana. 1, 100 rubl qilamiz ikkinchiga. 2, ajoyib. Qalay do'stlar? Juda ham zo'r taktika. Xullas, mana pulimizni ham 15528 rubl qilib qaytarib oldik. Strategiya ko'rayotganlaringizdek juda ham ajoyib va zo'r. Xullas, xuddi mana shunday qilib o'ynab borsangizlar bo'ladi do'stlar. Xullas, mana shu yo'l orqali faqatgina do'stlar aytilgandek ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Xullas do'stlar, bugungi sizlarga tavsiya qilib o'tmoqchi bo'lgan taktikamiz mana shu edi. Agarda OneWin ilovasini kim o'ynashni xohlasa, mana shu kommentariyada manzil bo'ladi. O'tib albatta ro'yxatda o'tinglar
Mana bu yerda ko'rinayotgan 500% bonusni olish uchun, misol uchun $100 tashlasangizlar, $500 bonus beradi. Bu bonusni qanday qilib olasizlar? Agar sizlar ro'yxatdan o'tish paytida eng pastdagi promokod bo'limiga BOSS26 bizning promokodimizni kiritmasangizlar, sizlarga hech qanaqa bonus bermaydi. Mana shu bonusni olib ham do'stlar, albatta mana bu profil bo'limlariga kirsangizlar, mana bu yerda men ishlatib asosiy hisobimga o'tkazib bo'lganman ancha oldin. Mana bonus kazino degan bo'limiga bergan bonus orqali sizlar kazino o'yinlarini o'ynab hisoblaringizga pulni o'tkazib olishingiz mumkin. Mana bu bonus sport uchun bonus bu. Ya'ni mana bu asosiy bo'limga o'tasizlar va liniya degan bo'lim bo'ladi. Mana shu liniyada futbol, xokkey va boshqa sport o'yinlari chiqadi. Mana shu yerga pul qo'yasizlar. Agar yutsangizlar, mana bu asosiy hisoblaringizga o'tib boradi do'stlar. Xuddi mana shunday qilib bonuslaringizni asosiy hisobga o'tkazib, foyda qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xullas shunaqa. Keyin ham do'stlar, ko'pchilik obunachilarimiz case ochish, ya'ni case o'yinlarini o'ynab ko'rsatishimni so'ragan ekanlar. To'g'risi do'stlar, case'lar o'yiniga unchalik bir tushunmayman. Lekin harakat qilib ko'raman. Men bir 2 marta, 3 marta o'ynab ko'rdim, lekin just aytganchalik tushunmadim. O'sha uchun bu haqda video ham qilib o'tirmadim. Misol uchun 10 rubllik case'ga o'taman. Maksimal yutuq 100 rubl ekan. 10 rublga bosib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek 10 rubl pulimizni 3 rubl qilib qaytarib oldik. Yana bosib ko'ramiz. Har doim mana shunaqa bo'lgan. Hech qanaqa foyda olib bilmaganman. Agar taktika bo'lsa sizlarni marhamat tashlashingiz mumkin. Sizlarga ham chiqarib ko'rsatamiz albatta. O'zim ham qidirib ko'raman. Agar normalli yaxshi yo'li chiqsa, albatta bu haqda ham video qilib chiqaraman albatta. Ya'ni 2 rubl faqat mana shunaqa 2 chiqyapti yoki men o'ynashda nimanidir xato qilyapman do'stlar. Hech nimani tushunmadim lekin. Ko'ryapsizlarmi? O'zi yana 6 rubllik qaytuv bo'ldi. Yana bosamiz. Yana 3 rubl. Xullas bu o'yinga tushunmadim men. Eng katta yutug'i 100 rubl ekan, 10 rublga. $5 rubl qaytuv bo'ldi. Faqat ziyon ko'ryapman, lekin tushunmadim. Bo'ldi. Okey. Xullas men bunga tushunmadim do'stlar. Agar bir tushuncha olib, normal foyda qilish mumkin bo'lgan yo'lini topsam albatta sizlarga video qilib chiqaraman. Agar tushunganlar bo'lsa, marhamat kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyin ham do'stlar, bugungi sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan videomiz mana shu. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha barchalaringizga omad, xayr, sog' bo'linglar do'stlar.